Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 20-noyabr 2025-yil kunida g'olibimiz Hakimboyeva Azizaga mana shu piyongul ko'chatlarimizni jo'natishga tayyorgarchilik qildik. Xo'sh, mana tayyor bo'ldi sovg'amiz. Assalomu alaykum. Muzaffar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Soliq gruppasi a'zolari, Sayram Surxon gruppasi a'zolari hamda uzoqdagi qadrdonlarim gruppasidagi qadrdonlar, YouTube kanali obunachilari, hammangizga alangali salomlarim bo'lsin. Mana bugun menga YouTube kanalida joylashtirilgan yangi piyongullarni ekish bo'yicha tavsiyalar videorolikidagi e'lon qilingan sovrin yetib keldi. Men ham kommentga o'z fikrlarimni yozgan edim. Piyongullarni ekish bo'yicha hamda qanday yana tabiiy ozuqalar qo'shish mumkin degan savollariga javoblarimni yozgan edim. Ko'pchiligi ma'qul bo'libdi bu fikrim. Mani g'olib deb e'lon qildilar. Buning uchun Muzaffar akaga kattadan katta rahmatlar aytib qolaman. Juda ham xursand bo'ldim. Allohimdan u odamga ishlarini yana ham rivojini berishligini, baraka ato qilishligini, umrlari uzoq bo'lishligini, oilasi hamda bizdek shogirdlarni baxtiga doim sog' salomat yurishlarini so'rab qolaman. Bizdek shogirdlar uchun yana ham foydali, yana ham tavsiyalarga boy bo'lgan videoroliklarini kutib qolamiz, so'rab qolamiz. Barchangizni xonadoningizda shunday piyongullari ko'payib, unib o'sib, gullab, qalblaringizga huzur bag'ishlashini tilab qo'ygan bo'lardim. Hammangizga rahmat aytaman. Mani qo'llab-quvvatlaganiga ham rahmat aytaman. Hozir mana bu nimani paketni ochamiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Yangi joyiga keldi bu gullar. Ilohim unib o'sib ko'karib, chiroyli bo'lib bizani ko'zlarimizni yashnatsin, gullab. Mana azizlar, amallab ochdik. Olib kelgunimcha ancha kech bo'lib qoldi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shunday piyongullaridan 10 ta qo'yilgan edi. Mana holati juda ham yaxshi. Mana ildizlari baquvvat. Ko'zlari ham 1 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana 5 tadan ko'zlari 6 ta ekan даже. Juda ham chiroyli holatda. Endi hozir hammasini olib qo'zg'atmaymiz. Qorong'i tushib qoldi. Xudo xolisa mana joylari tayyor. Ertalab xudo xolisa ekib olamiz bularni. Rahmat ustoz kattakan. Ishingizga yana ham rivoj tilayman. Obunachilaringiz yana ham ko'paysin. Ishingizga yana ham Allohim baraka ato qilsin. Yangi tavsiyalaringizni, videoroliklaringizni kutib qolamiz. Rahmat hammaga e'tibor uchun.